Ba'zi poyabzal sotuvchilari xaridorlarni qanday qilib aldashadi? Ko'pincha o'zimizdan chiqqan haqiqiy teri poyabzallarni Turkiyaniki yoki Italiyaniki deb sotishadi. Yoki sun'iy teridan bo'lgan poyabzallarni haqiqiy teri deb sotib yuborishadi. Biz esa bularga aldanmaslikni ko'rib chiqamiz. Mana bu o'zimizda ishlab chiqarilgan haqiqiy teridan bo'lgan oyoq kiyim sizga Turkiyaniki deyishdi. Avvalambor podoshvasini tagiga ahamiyat qaratish kerak. Ko'p hollarda kosiblarning maxsus nomeri bo'ladi. Gelvi oq zapasda yozilgan 1, 2, 3 va hokazo. Agarda bu bo'lmasa, poyabzalni chetiga ahamiyat qaratish kerak, podoshvasini chetiga. O'zbekiston kosiblarining, ayniqsa Andijon kosiblarining bir uslubi bor. Kilayni bir oz balandroq, 1-2 millimetr podoshvadan balandroq surishadi. Bu ish mustahkam bo'lishi uchun. Va ishni hokandozining chetini va ochib ko'rishni tavsiya qilaman. Shunda hokandozining tagida mana bunga o'xshash pushti, oq yoki sariq kartondan foydalanilgan bo'ladi. Bu o'zimizda ishlab chiqarilgan ishlar. Turkiya yoki Italiyaning mahsulotlari bo'lsa, qora kartondan yoki haqiqiy charmdan foydalanishadi.